zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullan o'g'liga uynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullan oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga uylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullan oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxtda oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy, bu ana G'aybulla To'yxunovni olti o'ynagan qizmi? Voy, bu kep-kedam to'mish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang, yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning O'chirab o'zing, qanaqa Jamila? Ana G'aybullan o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Son bir G'aybullan oldi o'ynama ekan, ey. Michael Jackson oldi o'ynasang nima deyapting? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullani oldi o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?